Panda, tomchisini ham qoldirmaysan. Aslanboy haqida 100 ta fakt. Ikkinchi qism. Qani ketdik. Asl ismi Aslam, yoshi 21 da. Millati o'zbek. Oilada 2 ta farzand. Jizzax viloyatida tug'ilgan. Aslam ismi baquvvat, ya'ni kachok degan ma'noni anglatadi. Bo'yi 1.85, vazni esa 74. Ilgari sochlari uzun va koreyscha stilda bo'lgan. YouTube'da 500 ming obunachi to'plaganida sochini kalga oldirgan. Aslamning obunachilari ham u bilan birga kal bo'lishgan. Aslanboyni hamma PUBG sababli taniydi. Asosan klassik zonadan ko'ra TDM o'ynashni yoqtiradi. Aslam 6 yil PUBG o'ynaganidan keyin o'yin uni zeriktirgan. Faqat stream uchun o'ynab boshlagan. Oxirgi 1 yil ichida men PUBG o'ynab mazza qilmaganman. Aslam 2024-yilda PUBG dan ketganini e'lon qilgan. Hozirda 2-3 oyda bir marta stream yoqib PUBG o'ynaydi. Streamerlar bilan Tailandga borib vlog olishgan. Bular orasida Fezot va Tanka ham bo'lgan. Aslam anime ko'rishni juda yoqtiradi. Sevimli animesi Demon Slayer. Yoqtirgan anime qahramoni Tamioka Gyu, lekin bu qahramonga umuman xarakteri o'xshamaydi. Aslamning Instagram akkaunti bor. Unda 675 ming obunachi to'plagan. Aslanboyning oldingi niklari bu: Polo Monkey, Polo Lucky Boy, Polo Fresh. Maktabda juda yomon otliq bo'lgan. Blogger sifatida faoliyatini karantinda boshlagan. Avvaliga faqat TikTok uchun videolar olgan. YouTube'ga esa 2021-yilda kirib kelgan. Hozirda Aslanboy YouTube kanalida 1 million 100 mingdan oshiq obunachilar mavjud. Eng mashhur videosi 1,5 million prosmotr olgan. 80% auditoriyasini yosh bolalar tashkil etadi. TDMda har xil challenge'larni o'tkazgan. Aslam biologiya va kimyo fanidan repetitorga borgan. Aslam chaturletkada xuddi o'ziga o'xshagan yigitni topib olgan. Men senman. Billah, nima menga o'xshaydi bu? Aslanboy PUBG'er bo'laman deb Toshkentga ketmoqchi bo'lganida otasi qarshilik qilgan, ammo baribir ruxsat bergan. 2023-yilda otasiga Malibu 2 sovg'a qilgan. Ota-onasini undan faxrlanayotganini ko'rib, Aslam yig'lab yuborgan. Men shu narsa mening yuragimga kirib, men yuragimga botib ketgan. Men shu narsalar ayam yig'lagan, dadam yig'lagan. Qora tanli qizlarni Aslam yoqtiradi. Aslam ko'plab bloger, model va youtuberlar bilan kollab qiladi. Kontent uchun ko'plab streamer va blogerlar bilan kollaboratsiya qiladi. Chaturletkada ko'plab streamlar qilgan. Aslanboy 8 yoshlik vaqtida otasi unga har qanday do'stga ishonmaslik haqida nasihat qilgan. Faoliyati boshida otasi kompyuter va telefon olib bergan. Aslam Mobil Lolo va MC Dini kabi bloger qizlar bilan birga kontent qilgan. Ko'pchilik Aslam va MC Dinini juftlik deb o'ylashgan, lekin hech qachon Aslam va MC Dini buni tasdiqlamagan. Aslanboy shopping qilishni yoqtiradi. Aslanboy Teo Timur bilan aka-ukadek bo'lib ketgan. TDMda Teo Timurga yutqazgan. Aslam yoshligida prezident bo'lishni xohlagan. YouTube'da 1 million obunachi to'plaganini streamda nishonlagan. Bu uchun musiqa instrumentlarini ham chaqirtirgan. ...2023-yilda Fanstrecha o'tkazgan, ammo bu uchun uni qamashlariga sal qolgan. Chunki ko'plab odamlarni bir joyga to'plash uchun ruxsat olish kerak bo'lgan. Aslanboy Kamol Qahhorovning videosida qatnashgan. Video davomida Neyzixon bilan janjallashib ketishgan. Sidomasanglar, kelib qizlarga gap tashlamaylar. Inson sizdan kichkina odam. Keyinchalik bu janjal ko'plab memlar va trendlarga sabab bo'ldi. Ammo o'sha challenge video 6 milliondan oshiq prosmotr olgan. Aslamning eng ko'p ko'rilgan streami ham o'sha videoga reaksiya hisoblanadi. Stream prosmotri esa deyarli 1,5 million bo'lgan. Yurakdan gapiramiz showsida Aslamning sochini hate qilishgan. Oddiy sochingiz, ota-onangiz qanaqa qaraydi? Yaxshi, sochini gapirasiz, ro'molingiz yo'q-ku. Aslanboy Chingiz bilan TikTokda battle qilgan. Streamlarda juda ko'p energiya va xarizmasini ko'rsatadi, lekin hayotda ancha jiddiy xarakterli. Aslanboy 2004-yilda tug'ilgan. Aslam chaturletkada ko'rinishi o'ziga o'xshagan qizni topib olgan. Aslam oldin ota-onamning orzusi, keyin meni orzuyim degan fikrda. Onasi uchun hashamatli uy sotib olgan. Maktabni bitirib, universitetda o'qimagan. Keyinchalik ham o'qimasligini aytgan. Aslam PUBG'ning O'zbekistondagi rasmiy ambasadori bo'lgan. PUBG Mobile'ning o'zi open case qilish uchun Aslamga UC tashab bergan. Senator bilan bir qancha konfliktlarga borgan. Kardinal bilan ham konfliktlari bor edi. Ammo keyinchalik birgalikda streamlar qilishgan. Aslamning ikkinchi kanali ham bor. Unga Aslanboy 2772 deb nom bergan. Bu kanalni 29 ming obunachisi bor. Kanalda atigi 6 ta stream mavjud. Bu streamlar ham
PS2 yo'nalishida. Aslamning Telegram kanali bor. U yerda 126 ming obunachi to'plagan. Telegram kanalida juda jiddiy hazillar, baqir-chaqirli dumaloq videolar joylaydi. Aslanboy 64 ta tanlagan obunachilari orasida turnir o'tkazgan. Aslan PUBG'dan oldin Free Fire o'ynagan. PUBG'ni birinchi marta sherit dasturidan o'tkazib olgan. Buni sababi birinchi telefoni kuchsiz bo'lgan. Aslan mashina olganini video qilib YouTube'ga qo'yaman deganida otasi qarshilik qilgan. Stream vaqtida kompyuterni sindirib tashlagan. Kamol Qahhorov challenge'da 24 soat faqat sariq rangli ovqatlar yegan. 100 ming so'mga faqat kartoshka free sotib olishgan. Challenge oxirida uni vazni 84 dan 86 kilogramga o'zgargan. Aslanboyga xolasi iPhone 8 Plus olib bergan. Aslanboy orzularining faqat 10% qismiga erishganman deb hisoblaydi. 2026-yil yozda yangi streamxona tayyorladi. Obunachilariga yozgi ta'til vaqtida katta kontentlar qilishni va'da bergan. Ayni shu vaqtda Aslam stream va PUBG ga qaytganini e'lon qildi. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar video sizga qiziqarli bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va kanalga obuna bo'lib, kommentariyada keyingi 100 ta fakt kim yoki nima haqida bo'lishini yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.